Siz karar alayım sana. Da. Sürüganında. İlacı olsa bu şekilde yok. O da arayı nasıl bir şey vermez. Şu anda 2 tane 10 var. 10 gayet o. Sevale. Soğuk duramamış. Yana bitti buldu mu? Evet, spit çok gerek. 20 litre. Servisimizda da Voya Free 318 bu yerda qorasi turibdi, bu yerda mokriy asfalti. Mokriy asfaltini ko'rgan bo'lsanglar juda ham baland. Sababi batareyasini tushirib olganmiz. Batareyasi reanimatsionda turibdi, uxlab qolgan. Ya'ni 0% ga qarab ketib qolgan. Zaradkasini to'ldirmasdan, gibrid rejimida ishlatmasdan foydalanishganligi uchun batareya uxlab qolgan. Faqat tokda yurib bo'lmaydi, sovuq kunlarda iloji boricha 30% dan tushirish mumkin emas. Agar shunaqa haydab yuradigan bo'lsanglar, shunaqa muammo bilan qarshilashingiz mumkin. Shuning uchun tavsiya qilamiz, gibrid avtomobillarda, nafaqat Voya'da, BYD bo'lsin, boshqa gibrid avtomobillar bo'lsin, 30% dan sovuq kunlarda pastga tushirishingiz kerak emas. Aks holda batareyasi yechilib, maxsus jihozlar, priborlar bilan batareyani uyg'otish kerak bo'ladi. Reanimatsion idishlar davom etyapti. Xudo xolasa bugun bitkazib qo'yadi reanimatsion apparatimizni. Voya Free 318 avtomobilining batareyasi uxlab qolgan edi, ko'rsatgan edi. Mabodo 0 ga tushirib qo'yib uxlatib qo'yadigan bo'lsanglar, hech ham xavotir olmanglar, siqilmanglar. O'zini vastonavit qilib uyg'otib beramiz. Voya Free 318 avtomobilimizning batareyasini uxlab qolganini uyg'otdi. Xudo xolasa hammasi ideal, disbalans bo'lib ketmadimi, yo'qmi deb tekshiryapmiz. Bu yerda mana kompyuterda hop pinoutlarini chiqarib kompyuterga ulab qo'yganmiz. Hech qanaqa disbalans yo'q. 367 voltaj olib kelib qo'ydi. 008-009 millivolt raznica bilan turibdi. Ideal holatda. En minimumi 668, en maksimumi 677 orasida 8, 9, 10 millivolt farq bor. Ya'ni disbalans bo'lmagan. Uje xudo xolasa bismillah deb batareyani yig'sa va mashinaga taqsa ham bo'laveradi. Uje ertaga tekshirib, zaradkalarini hammasini tekshirib, bo'shatib, mashinada yana qaytadan zarad qilib, hech qanaqa xavf xatar bo'lmasa, xatoliklar bo'lmasa, egalariga xudo xolasa topshiramiz. Uxlab qolgan Voya Free 318 avtomobilimiz tayyor, ready bo'ldi, zavod bo'lib turibdi. Zaradkasi benzin orqali generatorda olyapti. 5 kW bilan 3% zaradka edi, hozir 6% bo'ldi. Xudo xolasa muammosi qolmadi. Kimga batareya xizmatlari, elektrika, elektronika, elektromobil va gibriddagi har qanaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa va ayniqsa Voya avtomobillarida bemalol videoning tagidagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Aziz boshinglar omon bo'lsin.